Viloyatimizda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisi ishtirokida tadbirkorlik subyektlari, fuqarolar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Mavzu tafsiloti muxbirimiz lavhasida. Tadbir avvalida Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi viloyat hududiy boshqarmasida maxsus komissiya yig'ilishlar zalining tantanali ochilish marosimi tashkil etildi. Tadbir davomida boshqarma tomonidan 2025-yil yakunlari hamda 2026-yilning birinchi choragida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berildi. Qayd etilishicha, 2025-yilda 1800 dan ortiq, 2026-yilning birinchi choragida esa 500 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. O'rganishlar natijasida 2025-yilda 35 milliard so'mdan ortiq, 2026-yilning birinchi choragida esa qariyb 10 milliard so'm mablag' iste'molchilar va tadbirkorlik subyektlari foydasiga qayta hisob-kitob qilinishi ta'minlangan. Shuningdek, ochiq muloqot davomida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari qabul qilinib, ularning savollariga mutasaddilar tomonidan atroflicha javob berildi. Qo'mitamiz raisi To'raxo'jayev Halil Sovurjonovich Navoiy viloyatiga tashrif buyurdi. Tashrif buyurishdan maqsad jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari va tadbirkorlar, fuqarolar bilan ochiq muloqot dasturi amalga oshirildi. Bu dasturda amalga oshirilgan 2025-yil yakunlari bo'yicha 2026-yil birinchi chorak davomida Navoiy viloyat hududiy boshqarmasida amalga oshirilgan ishlar hisobotlar tinglandi. Mazkur ochiq muloqot hududda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, aholi hamda tadbirkorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotni yo'lga qo'yishda muhim ahamiyat kasb etdi.